Bismillah. Assalomu alaykum. Bugungi temamiz EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. 5 ta routing protokoldan bittasi Cisco tomonidan yaratilgan bu protokol tarmoqdagi marshrutlarni topib beruvchi eng yaqin optimal yo'lni aniqlab beruvchi protokollardan biri hisoblanadi. OSPF ga konkurent desa bo'ladi. Cisco qurilmalari uchun EIGRP hozircha faqat Cisco qurilmalarida ishlaydi. 2013-yilgacha EIGRP yopiq edi, faqat Cisco uchun edi. Keyin 2013-yildan keyin ochib qo'yishdi. Boshqa vendorlar ham EIGRP ni ishlatishi mumkin. Eng zo'r marshrutlarni topish bo'yicha ba'zi narsasi bo'yicha OSPF dan yaxshiroq yo'llarni topib beradi. Metrikasi haqida gapirganimizda hali ko'rib chiqamiz. OSPF ga nisbatan bir ikkita plyuslari bor. Xo'p, EIGRP ham paketlari bor. 5 ta turdagi paketlari bor. Xuddi OSPF ga o'xshagan. Sal boshqacha ishlaydi, lekin prinsip bir-biriga juda o'xshaydi. Distance Vector Routing Protocol EIGRP OSPF link state edi. Bu area bo'yicha ishlar edi. EIGRP Distance Vector, ya'ni faqat qo'shnilari bilan ishlaydi. Ya'ni qo'shnisining orqasidagi routerlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamaydi, qo'shnisi orqali ishlaydi. Ya'ni orqadagi tarmoqlarni qo'shnisi orqali o'rganar ekan va xuddi shunaqa o'zini orqasidagi tarmoqlarni, routerlarni qo'shnisiga o'zi aytadi. Ya'ni faqat gaplashuv qo'shni orqali. Через bitta router gaplashuv EIGRP o'rnida yo'q. EIGRP nastroyka qilganimizdan keyin, masalan, mana bu yerda ikkita routerimiz bor, deylik bu R1 router va R2 router. Ikkalasi mana bu tarmoq ulangan bo'lsa, 10.1.10.24 podsetka bilan ulangan bo'lsa, EIGRP ko'targanimizdan keyin unaqa EIGRP deylik ko'tardik. EIGRP nastroykalarni sal oldinroq ko'ramiz. 3-pog'onada ko'tariladi router EIGRP. Bu avtonom sistem AS. Ikkita qurilma o'zaro ishlashi uchun ulardagi avtonom sistemalar bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni R1 da 10 avtonom sistema yozdikmi, R2 da ham xuddi 10 avtonom sistema bo'lishi kerak. Va uni qo'llari, qaysi qo'llarni EIGRP ga kiritmoqchi bo'lsak, o'sha qo'llarni network bilan yozib chiqishimiz kerak. Ya'ni network yoziladi, o'sha qo'l va teskari maska. Area degan narsa yo'q. Area OSPF da bor edi. EIGRP da area yo'q. EIGRP da butun tarmoq avtonom sistem bo'ladi va barcha routerlar bitta avtonom sistemada turadi. Maska teskari tarmoq adresi yoziladi va maska teskari. Qachonki routerlarga EIGRP ko'tarilgandan keyin EIGRP bir-birini, ya'ni qo'shnilarni topish uchun hello paketlarni yuboradi. Ya'ni R1 hello paketni qo'shnisiga yuboradi. Va xuddi shunaqa qo'shnidan ham hello paket keladi. Hello paket EIGRP multicast adres bo'yicha chiqib ketadi. Ya'ni bu paket R1 ni mana bu IP adresdan chiqadi. Deylik bu IP adresi 10.1.1 bo'lsin. R2 ni IP adresi 10.1.1.2 bo'lsa masalan, hello paketni uzatuvchi IP adres sifatida 10.1.1.1, ya'ni R1 o'zini IP adresini qo'yadi. Qabul qiluvchi adresga qo'shnini IP adresini yozmaydi. O'zi qo'shnini IP adresini bilmaydi ham, chunki hali ular qo'shni bo'lgani yo'q. Shuning uchun EIGRP uchun ajratilgan multicast adresni qo'yadi. EIGRP uchun ajratilgan multicast adres bu 224.0.0.10. Mana shu adreslarni qo'yib, hello paketga helloni multicast qilib yuboradi. Ya'ni bu hello paket barcha EIGRP routerlarga deb yuboradi. Ya'ni istalgan router agar EIGRP ko'tarilgan bo'lsa, bu hello paketni ochib ichini o'rganadi. Ya'ni IP adresi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni R2 IP adresi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hello paketni ochadi agar unda mana bunaqa EIGRP ko'tarilgan bo'lsa.
va hello bo'lgandan keyin ikkita router o'zaro bir-birini parametr bilan solishtiradi. Asosiy parametrlardan bittasi bu avtonom sistem. Ikkita router qo'shni bo'ladi agar ulardagi avtonom sistemalar bir xil bo'lsa, ikkalasidagi avtonom sistemalar solishtiriladi. Mana shu hello paket ichida yozilgan bo'ladi avtonom sistema 10 deb. Her ikki ham ko'radi ichidagini 10-chi avtonom sistema o'ziniki bilan solishtiradi. Bir xil bo'lsa, yaxshi. Undan keyingi parametr metrikani hisoblash uchun formullarda ishlatiladigan k parametrlar bor. 5 ta k parametr. EIGRP'ning yangi versiyalarida 6 ta parametr. O'sha k parametrlar ham bir xil koeffitsiyentda o'tirishi kerak. O'sha koeffitsiyentlar ham K1, ya'ni K2, K3, K4, K5 koeffitsiyentlar ikkalasida ham bir xil bo'lsa, unda bu shart ham bajariladi. Va agar ikkita router orasida qo'shnichilikni xavfsizligini ta'minlash uchun parollamoqchi bo'lsak, ya'ni R1 ga mana qo'ldan qo'shnichilik o'rnatish uchun masalan parol 1 2 3 qo'yadigan bo'lsak, R2 ni shu qo'lda ham shunaqa parol qo'yishimiz kerak bo'ladi. EIGRP urovingda. Va bu parollar bir-biriga to'g'ri kelsagina bular bir-biri bilan qo'shni bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa parametrlar bir-biri bilan solishtirilar ekanda, keyin ikkita router bir-biriga qo'shni bo'ladi, ya'ni neighbor bo'ladi. Qo'shni bo'lgandan keyin endi routerlar bir-biriga o'zi bilgan tarmoqlarni aytishni boshlaydi. Ungacha aytmaydi. Deylik, R1 orqasida masalan bir 40 ta tarmoqni bilsa, R2 ham xuddi shunaqa bir orqasida 30 ta tarmoqni bilsa, bular bir-biriga bu tarmoqlarni aytmasdan turadi, qo'shni bo'lguncha. Qo'shni bo'lgandan keyin endi update paketlar yordamida, yana bitta EIGRP paketi bor. Update paketlar yordamida shu 5 ta 40 ta tarmoqni hammasini qo'shnisiga aytadi. Ya'ni menda mana shunaqa tarmoqlar bor. Ya'ni 172 li tarmoq bor, 192 li tarmoq bor, 150 IP adres tarmog'i bor, 200 bor. Ya'ni qanaqa turdagi tarmoqlar bo'lsa, hammasini detallari bilan, routlari bilan, metrikalari bilan, yo'llarni qiymatlari bilan hammasini qo'shnisiga, ya'ni yangi qo'shnisiga R2 ga tashlab beradi. Va xuddi shunaqa R2 ham shunaqa update paketlar bilan nimaga tashlab beradi? R1 ga o'zini o'sha 30 ta tarmog'ini tashlab beradi. Demak, routerlar bir-biriga update paketlar orqali bir-biriga o'zini bilgan tarmoqlarni e'lon qilar ekan. Bu faqat qo'shnilarga. Va qachonki qurilma update paketni qabul qilib olsa, uni olganligi haqida tasdiqlash beradi. Tasdiqlash paketi bor. Bu ham bitta EIGRP paketi. Ya'ni mana hozir mana bu yerda update paket ketdi. Bu update paket ketdi. R2 uni qabul qilib olgandan keyin o'zini update'ini yuborishdan oldin bitta acknowledgement tasdiqlash paketini yuboradi. Ya'ni mana update paketingni oldim, ichida masalan deylik 30 ta marshrut bor ekan. To'g'rirog'i acknowledgement number va sequence number bilan oladi. 30 ta marshrut 40 ta marshrut haqida gapirmaydi, lekin aynan shu update sessiyadagi paketni tasdiqlaydi olganligini. Va qachonki paket tasdiqlansa olinganligi update paket R1 qaytib yuborib o'tilmaydi. Agar R2 tasdiqlamasa, R1 qanchadir vaqtdan keyin yana qaytadan shu 40 ta tarmoqni update paket bilan yana yuboradi. Toki undan update paket, acknowledgement paket kelmaguncha. Routerlar bir-biriga update paketlarni yuborgandan keyin bir-birini to'liq o'rganadi. Natijada R1 routerimiz o'zini 40 tasi va R2 ni 30 tasi 70 ta tarmoqni biladi. Xuddi shunaqa R2 ham 70 ta tarmoqni biladi va bular bir-biri biladigan tarmoqni to'liq o'rgandi va ikkalasi sinxron bo'ldi. Endi bemalol ishlab o'tiradi. Orada qanaqadir muammolar tug'ilmasligi uchun EIGRP routerlari, ya'ni qo'shnilar bir-biriga hello paketlarni yuborishdan to'xtatmaydi. Ya'ni hello paketlar boshida qo'shnichilik o'rnatish ishlatilganda, undan keyin ham doimiy yuborib turiladi. Odatda hello paketlar agar o'zgartirilmagan bo'lsa, Ethernet tarmoqlarida har 5 sekundda yuboriladi. Har 5 sekundga qo'shnisiga yuboriladi. Va qo'shnisidan ham xuddi shunaqa har 5 sekundda hello paket qabul qilinadi. Helloni qo'shnidan kutish vaqti by default hold vaqti deyiladi. 15
sekundga teng. Bu degani agar qo'shnidan 15 sekund ichida bitta ham hello kelmasa, qo'shni bilan anavi qo'shnichilikni, neighborshipni uzib tashlaydi. Ya'ni mana qo'shnichilikni uzib tashlaydi va qo'shnidan o'rgangan barcha marshlarni hammasini o'chirib tashlaydi. Ya'ni R1 qo'shnidan o'rgangan 30 ta marshni o'chirib tashlaydi, yana 40 ta bilan o'tiradi. Xuddi shunaqa R2 ham 40 tani olib tashlaydi, qaytib 30 ta bilan o'tiradi. Demak, hello paket har doim yuborib turilar ekan qo'shnilar orasida qo'shnichilikni ushlab turish uchun. Demak, agar 3 ta hello paket kelmasa, ya'ni 15 sekund, 3 ta hello vaqtida, ya'ni 15 sekund ichida bitta ham hello kelmasa qo'shnidan, qo'shnichilik uziladi. Bu vaqtlarni o'zgartirsa bo'ladi. By default 5 bilan 15 turadi. Xohlagan vaqtga o'zgartirsa bo'ladi bemalol. Eng kichigi hello menimcha 1 sekund edi, eng kattasi juda katta menimcha. Soatlargacha qo'ysa bo'ladi. 1 soatda bitta hello yuborib qo'yadi. Demak, routerlar AIGRP'da bir-birini shunaqa hello paketlari orqali o'rganar ekan va bir-biriga update paketlari orqali o'zi bilgan tarmoqlarni, marshrutlarni e'lon qiladi va qo'shnichilikni doimiy ishlab turish uchun hello paketlarni yuborishdan to'xtamaydi. AIGRP'ning umumiy paketlari 5 ta. OSPF'da ham 5 ta edi, AIGRP'da ham xuddi shunaqa 5 ta, faqat bular sal boshqacha ish qiladi. Hello, birinchisi hello, ikkinchisi update, uchinchisi query, to'rtinchisi reply, beshinchisi acknowledge. Hello haqida gapirdik. Hello bu qo'shnichilikni o'rnatish va qo'shnichilikni ushlash uchun kerak bo'ladigan paket. Update paket bu haqida ham gapirdik, ya'ni qo'shniga o'zi bilgan tarmoqlarni e'lon qilish bu update paketlar orqali bo'ladi. Acknowledge paket esa oxirgi 5-paket tasdiqlash edi. Update paketni tasdiqlardi. Ya'ni qachonki qo'shnidan update paketni olsa, router qo'shnisiga qaytarib acknowledgement, ya'ni tasdiqlash paketini yuboradi. Ya'ni seni update paketingni oldim deb. Mana shu update paketingni oldim deb tasdiqlab beradi. Bundan tashqari yana 2 ta paket bor, query va reply degan paketlar. Ular qachon ishlatiladi? Agar tarmoq stabil holatda ishlab turgan bo'lsa, bu paketlar deyarli umuman ishlatilmaydi. Bu paketlar ishlatiladi qachonki router o'zini routing tabledagi qaysidir marshrutni yo'qotib qo'ysa. Masalan, bizda mana bunaqa tarmoq bor deylik. R1 deylik, R2, R3, R4, R5, R6 routerlar. Va deylik mana R1da mana bu A tarmoq joylashgan. Va bu A tarmoq masalan 172.16.1.0 tarmoq deylik. Shu tarmoqni hammasini o'rgangandan keyin bular bir-biriga aytadi. Masalan, R1 bu tarmoqni update paket orqali R2 ga aytadi. R2 bu update paketni keyin R3 ga va R5 ga tashlaydi. R5 buni oladida bu yoqqa tashlaydi update paketni va bu yoqqa tashlaydi, bu yoqdan update bu yoqqa keladi va teskarisi ham ketadi. Va shu orqali barcha routerlar mana shu A tarmoq qayerdaligini o'rganishadi. Deylik, R5 shu tarmoqni o'rganganidan keyin o'zining routing tableda yozib qo'yadi. Show IP route desak, ya'ni A tarmoq deydi. Ya'ni 170 tarmoq, 16.1.0 tarmoq 24 bilan bu tarmoqni AIGRP tomonidan o'rganilgan bo'lsa, AIGRP OSPF O deb yozib qo'yadigan bo'lsa, AIGRP D deb yozib qo'yadi, chunki AIGRP dual degan algoritmni ishlatadi. O'sha algoritm nomiga D. AIGRP tomonidan topilgan marshrutlar routing tableda D bilan turadi. Va deylik, R5 ni routing tablega kirib bo'ladigan bo'lsa, mana shu tarmoq turibdi. Kim orqali eng yaqin yo'l R5 A tarmoqqa borish uchun albatta kimga chiqadi? R2 ga chiqadi. R2 orqali tashlaydi. Ya'ni yo'llarni hisoblab chiqish orqali, metrikalar orqali deylik R2 ni eng zo'r yo'l deb o'ziga yozib qo'yadi. Ya'ni mana bu yerda via, ya'ni orqali R2 orqali deb yozib qo'yadi o'ziga. Qachonki R5 ga paket kelsa va bu paketni mana shu A tarmoqqa yuborish kerak bo'lsa, R5 routing tablega qarab paketlarni R2 ga tashlaydi. R2 esa uni keyin A tarmoqqa yetkazib beradi.
Va mana shunaqa holatda tarmoq stabilni ishlab turibdi deylik va qaysidir vaqtda kelib R2 bilan R5 orasidagi marshrut liniya uzilib qolsa va bu liniya uzilib qolgandan keyin R5 routerimiz avtomat tarzda tushunadi, R2ga boradigan yo'l ketdi. Bu degani A tarmoqqa boradigan, mana bu tarmoqqa boradigan yo'l ham ketdi deydi va mana bu tarmoqni routing tabledagi yo'lini yo'qotib qo'yadi. Va mana shu tarmoqni yo'qotib qo'ysa, darrov bu tarmoqni routing tabledan o'chirmaydida, rezerv marshrut bormikan deb qidirishga harakat qiladi. Mana shu vaqtda EIGRP query paketlarni yuboradi. Ya'ni A tarmoqqa, ya'ni 172 tarmoqqa borish yo'lini yo'qotib qo'yadi R5 va darrov sirazi query paket yuboradi unga. Query paket, ya'ni A tarmoq 172 tarmoq yo'qoldi, kim biladi deb mavjud barcha qo'shnilarga mana shunaqa so'rov yuboradi. Query bu so'rov. Ya'ni kim 172.16.1024 maskali tarmoqni borishni yo'lini biladi, taklif qilinglar deb ikki tomonga ham query yuboradi. Ya'ni barcha bu yerda endi ikkita qo'shnisi aktiv turibdi, ikkalasiga yuboradi. Agar qo'shnilari ko'p bo'lsa, boshqa qo'shnilar bo'lsa, ularga ham hammasiga bitta yuboradi. Va query barcha qo'shniga borgandan keyin barcha qo'shnilar bu queryga javob berish kerak. Agar bu tarmoqqa, so'ralgan tarmoqqa borish yo'lini bilsa, yo'lini aytadi. Agar yo'lini bilmasa, unda yo'q, bilmayman degan javob beradi. Lekin albatta javob berish kerak. Mana R4 darrov javob beradi. Reply. Va aytadi, bu tarmoqqa o'zi san orqali borardim deydi. San yo'qotgan bo'lsang, demak, men boshqa yo'lni bilmayman deb no road deb yuboradi. Ya'ni yo'q, men 172 ga boradigan boshqa yo'lni bilmayman deb bilmasligini ma'lum qiladi R5 ga. R5 uni oladi, o'ziga yozib qo'yadi, bo'ldi deydi. Bu qo'shnim orqali demak bu tarmoqqa borish imkoni yo'q ekan deb yozib qo'yadi. Mana shu yerda RTP protokol ishlaydi, EIGRP RTP protokolni ishlatadi. Ya'ni har bitta replylarni nima qiladi? Belgilab qo'yadi o'ziga. Kimdan reply keldi, bu nima javob berdi deb. Xo'p, joy ichiga kirmaymiz. Demak, R4 reply berdi, bilmayman deb va xuddi shu query R6 ga ham borgandi. R6 o'zining routing tabledan ko'rsa, u ham aytadi, o'zi men ham sendan o'rgangandim-ku dedi. Yo'q, men bilmayman dedi, lekin menda bir boshqa qo'shni bor, undan so'rab ko'raychi deb u tomonga query yuboradi. Ya'ni 172 tarmoqni bilasanmi deb R3 ga so'rov yuboradi. Agar boshqa qo'shnilarga query yuborish kerak bo'lsa, R6 reply berishni to'xtatib turadi. Ya'ni replyni darrov bermay turadi. To'xtachi, balkim bu qo'shnim bilarkan, biladimi deb unga so'rov yuboradi. Va bu query R3 ga kelsa, R3 routing tabledan ko'rsa, bu routing tableda mana bu marshrut A tarmoqqa boradigan yo'l tayyor turgan bo'lsa, R3 unga aytadi, yo'q, men bu yo'lga borish yo'lini bilaman deb reply yuboradi. Ya'ni 172 yo'lga 172 A tarmoqqa borish yo'lini bilaman va u yo'lni qiymati mana shunaqa deb R6 ga javob beradi, reply. R6 buni o'rgangandan keyin o'zini routing table'ga endi o'zgartirib qo'yadi. Endi deydi, A tarmoqqa 172 bunaqa borayotgan edim, endi bu yoq bunaqasiga borar ekanman deb routing table'ni to'g'rilab qo'yadi va shundan keyin to'g'rilab qo'ygandan keyin darrov bir vaqtning o'zida R5 ga javob yuboradi, reply. Ya'ni aytadi, biz 172 A tarmoqqa boradigan yo'l topdik, man orqali deydi. Reply yuboradi. R5 buni olgandan keyin o'zini routing table'dagi mana bu yerni kiradi, mana bu via degan joyini R2 ni endi o'chirib qo'yadi, R6 deb yozib qo'yadi. Va bu replyni olib nimaga ham tashlaydi, update qilib. Ya'ni o'zi qo'ydi-ku, R4 ni ham xabardor qilish uchun R4 ga ham bitta update paket tashlaydi endi. Deydi, biz A tarmoqqa boradigan yo'lni qaytib topdik, bemalol yana qaytib bor deb R4 ga yuborib qo'yadi. Ya'ni mana shunaqa holatlarda demak, routerlar qaysidir tarmoqqa borish yo'lini yo'qotib qo'ysa,
Qachon bo'ladi? Qachonki liniyalar uzilsa. O'shanda yo'qotib qo'yganda query paketi bo'lar ekan. So'rov, mana shu tarmoqni yo'qotdim, kimda bor deb qo'shnilarga so'rov yuboradi va qo'shnilar bunga albatta javob berishadi. Bilamiz deb javob berishadi yoki bilmaymiz deb javob berishadi. Agar bilmasa-yu, lekin boshqa orqasida yana qo'shnilar bo'lsa, bilmaymiz demaydi darrov. Birinchi bo'lib orqadagi qo'shnilardan ham so'rab ko'rishadi va u qo'shnilar kerak bo'lsa agar yana yuborishi mumkin, ya'ni query so'rov bir nechta routerlarga kelishi mumkin. 4-5 talab routerlarga borib, oxiri chekadagi routerlardan javob kelishni boshlaydi. Ya'ni biz bilamiz yoki bilmaymiz. To'g'ri, biz demaydi, man deydi. Men bu tarmoqni bilaman yoki bilmayman. Shu demak EJRP mana shunaqa turdagi 5 ta paketi shunaqa maqsadlar uchun ishlatiladi. Boshqa turdagi paketlari yo'q. EJRP metrikasi. EJRP metrika degani bu eng zo'r yo'lni topish metrikasi. Boshda aytganim EJRP yo'lni eng zo'rini topishda OSPFdan plus joyi bor degani. Masalan, mana bunaqa holat bo'lsa, deylik, bizning routerimiz, R1 routerimiz mana X tarmoqqa, A tarmoqqa deylik, A tarmoqimiz 72-tarmoqqa borish uchun bir nechta yo'l bo'lsa, bunaqa bir nechta yo'l bo'lsa, mana bu yo'limiz deylik 10 gigali yo'l. Mana bu yo'limiz 10 gigali yo'l. Bu yo'limiz masalan 1 gigali yo'l. Mana bu yo'limiz ham deylik 10 gigali yo'l bo'lsin. 10 giga 1 giga. Shunaqa holatda OSPFga ko'tarilsa, OSPF aytadiki, mana 3 ta yo'lning qiymati bir xil deydi. Ya'ni kostlarni hisoblab chiqadida 10 giga ko'di. 10 giga, 10 giga, 10 giga, uchalasi ham 10 giga bilan bo'lyapmiz. Mana 1 giga bo'lmaydi deydi. Mana 3 ta yo'lni, ya'ni birinchi yo'lni, ikkinchi yo'lni, uchinchi yo'lni, to'g'ri, to'rtinchi yo'lni qiymatlari bir xil deb OSPF kelgan trafikni 33%, ya'ni teng 3 ga bo'ladi. Ya'ni 33%ni birinchi yo'ldan, 33%ni ikkinchi yo'ldan va 33%ni to'rtinchi yo'ldan iboradi. Ya'ni 3 ga taqsimlab yuboradi. Bir ko'rinishdan to'g'ri, 3 ta yo'lni ham qiymati bir xil yuborsa bo'ladi. Lekin EIGRP mana shu yerda yo'lni nimasidan tashqari, bendis polasa tezligidan tashqari yo'ldagi holatni ham tekshiradi. Ya'ni OSPF, EIGRP mana shu liniyani statistikasini ko'radi. O'zi bu liniyadan qancha paket o'tgani va bu paketlarning necha foizi delayed bo'lgan, reliability degan narsa bor. Ya'ni bu yo'limiz masalan 100% ishonchli bo'lishi mumkin. Bitta ham paket yo'qolmasligi mumkin. Lekin mana bu yo'lda nimadir sababli yoki abjim xato qilingandir kabelda yoki optik kabel xato varid qilingandir yoki SFP-da muammodir yoki qanaqadir muammo bilan bu yerda paketlar juda ko'p yo'qoladi. 50% paketlar yo'qoladi. Tezlik 10 giga liniyaning tezligi, lekin paketlarning yo'qolishi 50% qaysidir sabablar bilan. Va xuddi shunaqa boshqa parametrlar hammasini tekshirib chiqadi. Deylik, bunisida masalan 90% yo'qolish. Undan tashqari EIGRP yana bitta narsani tekshiradi. Hozirgi holatdagi liniyani nagruskasini tekshiradi. Ya'ni bizda liniya 10 gigali bo'lishi mumkin ikkita router orasida. Ya'ni bu liniyamiz 10 giga. Lekin bu liniyani 99% band bo'lishi mumkin. Ya'ni bu trafik to'lgan, probkada o'tiribdi bu liniya. Bor yo'g'i 99% band bo'lsa, bu degani bu liniyada bor yo'g'i 10 mega joy bor degani. Necha mega? Yo'q, 10 mega emas, 100 mega joy bor degan. Bor yo'g'i 100 mega joy bor mana shu. Mana shu rostdan ham loatlarni ham boshqa rangda yozaylik. Ya'ni masalan, mana bu liniyamizni
99% band bo'lsa, mana bu liniyamiz esa bo'lmish ya'ni 0% band deylik yoki 5% band deylik. Mana bu liniyamiz ham 5% band. Bu liniyamiz ham deylik kattaroq band bo'lsin 80%. Va mayli mana 0 bo'lsin tepadagi. Chatib bo'lib ketdi. EIGRP shuni ko'radi-da, aytadi. Shu 4 ta liniyani ichidan deydi, eng zo'ri deydi, mana birinchisi deydi. Chunki bu liniya bo'm-bo'sh deydi. Bu yerda paketlar yo'qolishi yo'q deydi. Bu yerdan biz masalan u yerda turgan 10 gigalik katta bir deylik kinoni tashlash kerak bo'lsa, bu yerdan tepadan tashlasak 1 sekundda tashlaymiz. Chunki tezlik 10 gigalik narsani 10 gigalik tunneldan 1 sekundga o'tkazamiz. Pastdagidan o'tkazamiz desak, mana o'rtadagidan 10 giga bu bor-yo'q qanchasi bo'sh dedik? 100 megasi bo'sh. Bu degani 100 sekund kerak bo'ladi. Hali paketlar yo'qolishi bor 50%. Yana 2 barobar paketlar yo'qolsa 200 sekund bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan yuborish, o'rtadan yuborish tepaga qaraganda 200 barobar yomonroq. Va xuddi shunaqa mana pastdagi 10 giga ham boshqa parametrlar sababli yomonroq. Va shu yerda EIGRP aytadi, 100% trafik deydi, mana shuni hammasini birinchi liniyadan haydab boramiz deydi. Va haqiqatan bu yerda EIGRP eng to'g'ri qarorni qabul qilgan bo'ladi. OSPF bu ma'lumotni 3 ga bo'lib tashlasa, mana ikkinchi va 4-chi yo'llardan ma'lumot tezda yetib bormaydi, va unda TCP qaytadan yuboradi va boshqa problemalar kelib chiqadi. Lekin EIGRP barcha ma'lumotni birinchi liniyadan o'tkazgani uchun ma'lumot 1 sekundda narigi tomonga yetib boradi. Mana shu narsalar bo'yicha EIGRP OSPF dan kuchli. Ya'ni bu liniyadagi yo'qolgan paketlar statistikasini hisobga oladi va liniyadagi nagruska, qanchalik liniyamiz bo'sh band bo'sh va bandligini tekshirib o'shanga qarab hisoblab chiqadi. Mana shu narsalar hammasi mana formulaga qo'yadi. Ya'ni EIGRP OSPF faqatgina bitta costga, ya'ni bandwidthga qaragan bo'lsa, bu OSPF. EIGRP juda ko'p narsalarga qaragan demak. Ham bandwidthga qaraydi, ham load, ya'ni boya nagruska necha foiz liniya bo'sh yoki band, delay, ya'ni har xil liniyalardan paketlar sekin tez borishi bor. Reliability, paketlarni liniyada yo'qolish statistikasi. Hamda MTU parametr, MTU bu nimaga endi ta'sir qilmaydi, lekin MTU parametr ham shu eng zo'r yo'lni topishda parametr qilib kiritilgan. Va uni mana bunaqa formulasi bor. Juda katta formula. Bu EIGRP ning formulasi. Agar eslab biladigan bo'lsa, OSPF ning formulasi juda oddiy. Bu 10 darajasi 8 ni bo'lardik bandwidthga bo'ldi. Mana shu formula edi. EIGRP ning formulasi juda katta. Va mana bu yerda K parametrlarini qo'yib chiqsangiz, har bitta qiymatlarni, va bizga qanaqadir yo'lni qiymati chiqadi. By default formula juda qiyin bo'lganligi uchun barcha OSPF routerlarda K1 bilan K3 bir qilinganda qolgani 0 qilib olingan. Biz uni yoqishimiz mumkin istalgan payt. Va mana shu K1 va K3 bir qilib qolganlar bu yerda 0 ni yozib chiqsak, mana bu yerda 0 ni yozsak, bu yerga 0, bu yerda 0 larni yozsak, bular 0 lar yo'q bo'lib ketadi-da va EIGRP ni mana qisqargan metrikasi kelib chiqadi. Ya'ni metrika yo'lni qiymatini aniqlash 256 ga ko'paytiriladi, 10 darajasi 7 minimum bandwidthga bo'linadi, total delay 10. Masalan deylik, bitta tarmoqni mana shu R5 dan turib hisoblaylik. Mana R5 deymiz. Deylik, mana bu yerda R1 imizda A tarmoq bor. 172 tarmoq. Shunga boradigan yo'lni R5 dan turib hisoblamoqchi bo'lsak, deylik, mana bunimiz liniyamiz Bus Ethernet, ya'ni 100 mega degani. Mana bu ikkalasining orasidagi 10 mega, mana ikkita router orasidagi deylik 1 giga bo'ladigan bo'lsa va o'zining tablitsasi bor EIGRP ni. Mana shu tezliklarda delaylar nimasi bor? 100 megani delayi 100 ga teng. 1000 mega 10 megani delayi
1000 ga teng, 1 ga yegan dalayi 10 ga teng. Va R5 dan turib mana shu yo'lni hisoblash uchun mana shu formulani qo'yishimiz kerak. Ya'ni 10 darajasi 7 ni mana 10 darajasini nomeriga yozaman. Qayerga yozsam bo'larkan? Qaysi rangni olaylik? Fioletni olaylik. Ya'ni 10 darajasi 7 ni 10 darajasi 7 bu kiloda turibdi. Kilobit sekunda bo'lamiz minimum bandwidth. Bizda minimum bandwidth 3 ta uchastkada bu yerda 100 mega, 10 mega, 1 giga. Shu 3 ta uchastkadan eng kichigini olish kerak. Ya'ni 10 megani olamiz. Ya'ni 10 mega. 10 mega degani 10 darajasi 6 degani. Buni kilo degani kiloni o'chadigan bo'lsak, bu 10 darajasi 3. Va endi qo'shamiz. Total delay, mana bu yerda total delay. 3 ta delayni qo'shishimiz kerak bir-biriga. 100 qo'shilgan 1000 qo'shilgan 10. 1110 va buni 10 ga bo'lish kerak. 10 ga bo'lamiz. Va endi qiymatni ko'ramiz. Hop, teng bo'ladi. Mana bu yerdagi 16lar mana bular boshqa rangni yana olaylik. Mana bular bu bilan ketadi. 10 darajasi 3 ni o'zi qoladi. 10 darajasi 3 ga qo'shamiz 111 ni. 10 darajasi 3 degani 1000 degani, ya'ni 1111 bo'ldi. Buni keyin boshda 256 bor edi. 256 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 256 ga buni ko'paytirsak, mana hammasidan oldin o'zimda 256 bor. Bu yerda ham shuni 256 bor. Va 256 ga buni ko'paytirsak, kalkulyatorga ursak, hop 1111 ko'paytiramiz 256. 284,416. Mana shu yo'lda qiymati. Ya'ni R5 dan mana shu A tarmoqqa borguncha bo'lgan yo'lni qiymati necha ekan? 284,416. Mana shu eng yaqin, eng zo'r yo'lni AGP feasible distance deb nomlaydi. Feasible distance degan narsa bor. Eng zo'r yo'lni qiymati. Demak, feasible distance teng bo'lar ekan mana shunga. Va bu zo'r yo'lga borish uchun qaysi qo'shnini ishlatadi? Mana R2 ni. R2 ni mana bu yerdagi IP adresi deylik 192.168.1.4 bo'ladigan bo'lsa, mana shu IP adres paketlarni yuboradi. Ya'ni R5 A tarmoqqa yuborish uchun paketlarini R2 qo'shniga mana unga yuboradi. Bu mana shu tarmoqqa boradigan eng zo'r qo'shni. Eng zo'r qo'shni nimada successor deb nomlanadi. Ikkita terminni faqat o'tyapman. Terminlari ko'p. Demak, eng zo'r yo'lning qiymati feasible distance FD, FD va eng o'sha zo'r yo'ldagi qo'shni bu successor. Va mana shu qo'shni IP adresi va mana shu feasible distance yo'lning qiymati routing table'ga yoziladi. Ya'ni R5 da kirib show IP route qiladigan bo'lsak, boshqa rangni olaylik, qizilni. D turadi, chunki ajrab o'rgangan bo'ladi. Qaysi tarmoqni? Demak, 172 tarmoq, 16.1.0 tarmoq, maskasi. Buni EAGRP o'rgangan. EAGRPning avtonom sistemasi 90, OSPFniki 110 edi. 90 va metrga yoziladi bu yerda. Shu yo'lni qiymati 284,416 yoziladi. Hamda qo'shni IP adresi kim orqali bo'ladi? 192.168.1.4. Ya'ni mana IP adresi yoziladi. Mana shu narsa R5 ni routing table'da turadi. Demak, bitta router qaysi tarmoqqa boradigan eng zo'r yo'lni aniqlash uchun mana shu formulalarni qo'yib chiqadi. Ya'ni R5 faqatgina bu yo'lni emas, R5 mana bu yo'lni ham hisoblab chiqadi. Ya'ni
mana R6 orqali borish yo'lini ham hisoblab chiqadi. Bu yo'lning qiymati albatta kattaroq bo'ladi. 284 mingdan katta. Masalan, 600 ming bo'lishi mumkin, bundan katta bo'lishi mumkin, 1 million bo'lishi mumkin. Har xil yo'llarning qiymatiga bog'liq. Lekin agar u yo'l bundan kichik bo'lsa, albatta uni ishlatadi. Eng kichik yo'lni, eng kichkina bo'lgan feasible distance'ni o'ziga routing table'ga yozib qo'yadi. EIGRP'ning nastroykalari ikki xil varianti bor o'zi. EIGRP nastroyka qilishni klassik varianti va named varianti. Masalan, mana bu yerda bittasi R1 va bittasi R2 routerlar bo'lsa, ikkalasiga ham EIGRP ko'tarmoqchi bo'lsak, bemalol bittasiga klassik, bittasiga named ko'tarsa bo'ladi. Bular bemalol bir-birini tushunadi. Ya'ni xohlasak hamma routerni klassikda ko'tarsak bo'ladi. Bu nastroyka qilish metodi. Xohlasak barchasini named qilishimiz mumkin yoki xohlasak aralash qilsangiz ham bo'ladi. Qaysidir yarim routerlar bir nechta routerni klassik qilib tarmoqdagi qolgan bir nechtasini named qilsangiz ham bo'ladi. Bular o'zaro bir-birini tushunadi. Klassik variantda EIGRP'ni ko'tarish mana ko'tariladi. Router EIGRP avtonom sistem yoziladi. Undan keyin bu router nechta qo'llari bo'lsa, o'sha qo'llar network orqali EIGRP'ga tiqiladi. R1 ning ikkita qo'lda, ikkita tarmoqda 172 tarmoq, ikkalasi ham network bilan unaqa tiqilgan. Hamda passiv interfeys xuddi OSPFga o'xshab passiv interfeyslar bor. Ya'ni R1 mana kompyuterlar ulangan tomonga hello paketlarni yubormaslik uchun bu qo'lni passiv qilishimiz kerak. Ya'ni gigabit 00 qo'lini passiv qilishimiz kerak va shu portlardan R1 hello paketlarni yuborib u tomondan qo'yishni qidirmaydi. Bu routerni CPUsini ham nima qilgan bo'lamiz? Bekorga ishlashini oldini olgan bo'lamiz hamda xavfsizlik jihatdan ham yaxshi. R2da esa EIGRPni biz named variantda ko'taramiz. Named variant qarang. Router EIGRP bu yerda avtonom sistema yozilmaydi, qanaqadir nom yoziladi. Tashkent farqi. Istagancha nom yozamizda va ichiga endi adres family yoziladi. Adres family biz endi IPv4 ko'taryapmiz. Ya'ni bu yerda IPv4 bo'lishi mumkin, IPv6 bo'lishi mumkin, VRFlar bo'lishi mumkin. Ya'ni biz IPv4 uchun ishlatayotganimiz uchun IPv4 yozishimiz kerak. Avtonom sistem mana bu yerga yoziladi mana. Mana bu on. Bu avtonom sistema. Avtonom sistema ikkalasida bir xil bo'lishi kerak. Metodi har xil bo'lishi mumkin, lekin avtonom sistemalari ikkalasida ham bir xil bo'lishi kerak, bular qo'shni bo'lish uchun. Va R2 ham uzun tarmoqlarni network qilib tiqadi. Ikkita tarmog'i bor, unli va 172 li tarmoqlar. Gigabit 0.1 portini, ya'ni kompyuterlar tomondagi portini passiv qilamiz. Passiv qilish named EIGRP'da IF interfeysga kiriladi, gigabit 0.1 ga va keyin o'shaning ichiga kirib passiv interfeys deyiladi. Shundan keyin shu portidan router hello paketlarni yubormaydidan no yuborish no send. Demak, bular mana shu nastroykalar, bu minimal nastroyka. Shu nastroykalarni qilgan zahotimiz R1 va R2 bir-biriga hello paketlarni yuborish boshlaydi. Hello paketlar ichidagi parametrlar solishtiriladi. Avtonom sistemalar, autentifikatsiyalar, K parametrlar solishtiriladi, bir-biriga to'g'rishsa, keyin qo'shni bo'lib, undan keyin bir-biriga update paketlarni yuboradi. Shu minimal nastroyka bilan demak ikkalasi bemalol ishlashni boshlaydi. Qo'shimcha nastroykalar bir-biriga yuboradigan hello vaqtlarni o'zgartirsak bo'ladi. O'zi aytgandek, routerlar orasida EIGRP hello paketlari har 5 sekundda yuboriladi va kutish vaqti hold time 15 sekund. Biz uni o'zgartirishimiz mumkin. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Routerda ikkita qo'shnida ikkalasi ham bir xil nastroyka qilish kerak. Xo'p, mana R1 gigabit mana portiga kirib, hello vaqtlarni o'zgartiramiz. Ya'ni EIGRP avtonom sistema o'nga kirib, mana hello vaqti bu hello sekundlarda, bu esa hold kutish vaqti. Hold ham sekundlarda. Shunaqa parametrlar bilan narigi tomonni ham qilish kerak. Bu yerda 40 bilan 120 qilingan. Ular ham qo'shni bo'lishi mumkin, lekin qo'shnichilik agar vaqtlar har xil
har xil bo'ladigan bo'lsa, qo'shnichilik uzilib, qaytib nima deydi, o'ynab turishi mumkin. Shuning uchun eng yaxshisi routerlar orasidagi hello va hold vaqtlar bir xil qilgan yaxshi. Ya'ni bunda ham 30 va 90 qilgan yaxshi. Shunday qilish kerak o'zi. O'zi by default har 5 sekunda yuboradi. Biz aytdik, yo'q 5 sekunda emas, har 30 sekunda. Ya'ni sekin-sekin yubor. Har tez emasdan har 30 sekunda bitta qo'shningga salom bersang yetarli deyapmiz. Buni bundan katta qilib qo'ysak bo'ladi. 300 qilib qo'ysak bo'ladi. 1000 qilib qo'ysak bo'ladi. Yani 1000 sekundga bitta hello deb qo'ysang bo'ldi qo'shning bilan. Xo'p, autentifikatsiya nastroyka qilsa bo'ladi. Ya'ni ikkita router orasida qo'shnichilikni parollasa bo'ladi. Bu uchun mana R1da va R2da identifikatsiya nimalar qilinyapti? Mana bunaqa key chainlar yaratilyapti. Test degan va ichiga mana key ID 6 parol lab yozilyapti va shu qo'shni bo'lmoqchi bo'lgan interfeysda, ya'ni qo'shnisi bilan qo'shnichilik qilmoqchi bo'lgan interfeysga kirib, EIGRP autentifikatsiyani mana shu test degan autentifikatsiyani, ya'ni mana bu autentifikatsiyani biriktirib qo'yapmiz. /md5 orqali. Va xuddi shunaqa R1da ham, R2da ham xuddi shunaqa mana key ID bilan key string ikkalasida bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni mana ular ya'ni mana ikkalasi mana ID'lar va mana stringlar, ya'ni parollar bir-biri bilan bir xil bo'lishi kerak. Va bu yerda ham key chainga tiqilyapti o'sha ID bilan lab va bu ham interfeysga R2 ni 00 interfeysga, chunki R2 00 interfeysi orqali R1 bilan qo'shib bo'ladi. Shu interfeysda biriktirib qo'yilyapti testda. MD5 authentication. Bo'ldi. Shu parollar ham bir xil bo'lsa, bular bemalol bir-biri bilan o'zaro qo'shni bo'ladi. Nimada laboratoriyada ko'rsak bo'ladi buni endi. Demak, birinchi routerimizga ko'taramiz. Telepoint tarmoq bo'lsa, 172 tarmoq, interface Ethernet 00 ga kiramiz, IP adres beramiz, 172.16.1.1 bo'lsin. No shutdown va interface ga kiramiz. IP adres var. No shutdown. Router EIGRP birinchi avtonom sistema. Ikkita qo'lni network bilan kiritamiz. 10.1.1.0 teskari maska. İkinci qo'li ham 172.16.1.0 bo'ldi. Ostda ham R4 qilaylik, R4 ekan. Va R5 ga ko'taramiz. Show okay. Ostda ham R5 router EIGRP nima ko'tarsak bo'ladi, masalan, qara adres family IPv4 unicast avtonom sistem narigi router bilan bir xil. 10 avtonom sistem va qo'llarni kiritamiz. 10 abzal IP adres bermadik hali. Mayli. 10.1.1.0 bo'ladi baribir. Va bitta qo'li ikkinchi qo'li 192 bo'ladi. 68. Qo'llarga IP adres beramiz. Ethernet interface Ethernet 00
Bu R4ga ulangan kodi IP adresi nolli tarmoqdan no shutdown ikkinchi porti 192.168 bir deylik. No shutdown. Böyle ikinci routerimizdan tayyor. To'g'ri, 5-chi routerimiz va 6-chi routerga kiramiz. Qo'shni bo'ldimi ekan? Qo'shni bo'ldi mana bu yerda. Dual. Ya'ni R5 dan kirib biz EIGRP qo'shni ko'rmoqchi bo'lsak, show EIGRP neighbor qilib ko'rishimiz mumkin. R5 mana bu IP adresli qo'shnidan qo'shnichilikni уже o'rnatibdi. Va R6ga kompyuterga o'tib qo'yaylik. Hostname R interface Ethernet 00 IP adres 192 no shutdown. Va mana bu kodi deylik IP adres 200 tarmoq bo'lsin. Va bunga yana oddiy IGRP ko'tarsak bo'ladi. Klassik variantda network ikkita qo'lni kiritamiz. 10 va 110. O'zi maska plastik bo'lsa, unaqa yozmasa ham bo'ladi, unaqa ham qabul qiladi. Bo'ldi. Ikkita chekidagi kompyuterlarga IP adres beramiz. Birinchi kompyuterimiz 172 tarmoqqa ulangan. IP 172.16.1 masalan 50 beramiz. Maska 24, shluz 172.16 routerga 1 berganmiz. 1. Tayyor, tekshiramiz, routerga ping beramiz. 16.1 routerga ping bor. R6ga ping beramiz. R6 IP adresi 192 edi. 192.168.1.2. R6dan ham javob bor. Ikkinchi kompyuterga ping beramiz. IP beramiz, to'g'ri. Birinchi 200 tarmoqdan deylik 50 maska 24 shluz router IP adresi. Va oxirgi kompyuterdan birinchi kompyuterga ping beramiz. 172.16.1.50. Aloqa bor. Ya'ni o'rtadagi routerlar EIGRP orqali bir-birini o'rganib tarmoqlarni ko'rmoqda. Masalan, biz R4 routerdan kirib sal katta qilsam bo'ladi. R4dan kirib show IP route qiladigan bo'lsak, mana o'sha tarmoq 200 tarmoq EIGRP 90 orqali o'rgangan, ya'ni mana bu D turgani ham EIGRP, 90 degani ham bu EIGRP. Bu esa 332.800 bu yo'lni qiymati. Va bu qo'shni. Mana shu qo'shni orqali shu tarmoqqa boradi. Show IP protocols qilsak, EIGRP haqida yana qo'shimcha ma'lumot ko'rsatib beradi. Bizga ko'rsatyapmiz. EIGRP versiya 4 ko'targanmiz. Avtonom sistema 10. Ana K parametrlari metrika uchun ishlatiladigan. K1 bilan K3.1 qolganlari hammasi 0.
Shu qisqacha shu EIGRP haqida. Kattakon rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.